Assalomu alaykum azizlar. Bugungi juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Mana biz bugun Hoji Xolid ibn Valid. Xolid ibn Valid nomli Asakadagi jome masjidida turibmiz. Xudo xolasa inshaalloh shu yerda juma namozini o'qiymiz deb kelganmiz inshaalloh. Mana hamsafarimiz Ibrohimjon ukamiz mana bizni yaxshi kutib oldilar. Mana oda yurtim o'zi Asaka. Mana tanishib qoldim. Mana o'sha billa bo'lganmiz nimada umrada. Bizni yaxshi kutib oldilar. Mana hozir o'sha masjidda juma namoz o'qiymiz. Ramazon hayitdan keyin bir boshqa uchrashamiz. Inshaalloh, inshaalloh, inshaalloh. Mana Maryamjonim. Maryamjon, qana fikrdasiz mana masjid ko'rdingiz mana. Alo, hali ichkarini hali ko'rganingiz yo'q. Mana taassurotlar kuchli inshaalloh. Qora akamlar jurnalist bo'lib ketdi dedik. Biz aytmaysiz. Gap ustavodi. Bir pasta kamerani yoqaman, gapiring.